videoga bitta like bosib, kommentda fikringizni yozib keting akalar. Inshaalloh hammaga shu mashinadan nasib qilsin. Lenko 900 bo'ladi akalar. Ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizda pnevmalari bor. Bu eng full komplektatsiya akalar. 720 ot kuchi. Salonni ko'rsanglar bo'ladi. Ataylab hamma ishlarini ochib qo'ydim mashinani. Yarkiroq ko'rinsin deb. Orqalarida kapitan sidyeni ko'rishlar mumkin. Harman Kardon akustika akalar. Orqasida 8 kali televizor tushib keladi o'zini akalar. O'zini xolodilniklari bor aka orqada. Kapitan sidyeni. Sidyenasi polniy aylanadi. Ko'rsanglar bo'ladi, hozir ko'rsataman. 座椅即将开始旋转，请乘客收起小桌板并小心磕碰或夹脚。 Video ozgina cho'zilib ketib qolsa ham, lekin ko'rishingizga arziydigan narsa, okay? Juda ham chiroyli, okay? Orqasini bitta ko'ring. Narxiga keladigan bo'lsa, okalar, 60.500 narxi. Sunatiga o'tib beriladi. To'g'risi, mashinada navarot komfortlar juda ham ko'p ekan, lekin videomiz cho'zilib ketganligi uchun hamma ma'lumotini opisiyaga yozib qoldiraman, okalar. Qiziqmi? Inshaalloh aloqaga chiqing, o'tib beriladi.